Assalomu alaykum. Savdogarlar ustozi yoxud haqiqiy omad kaliti kitobi. Kitob 150 bitdan iborat. Muhammad Ali Ishonqulov biznesga va savdoga qiziqqanlarning stolida ushbu kitob turishi shart deydi. Distributsiya sohasida yirik biznesmen Xayrulla Sharqiyev necha ming dollarlab sarflab Rossiya, Qozog'istonga borib ilm olib, shu kitob qo'limga tushib qoldi. Afsuslandim. Hammasi ushbu kitobda bor ekan degan. Xuddi shunday ta'riflangan kitob savdogarlar ustozi haqida bugungi videomizda bilib olasiz. Muallif Ahadquli Muhammad o'g'li. Ushbu kitobda halol, taqvoli, rostgo'y va diyonatli tijorat sohasida nom qozongan asli ma'rifdan chiqqan Abdulloh ibn Muborak haqida bilib olasiz. Keling dastlab Abdullohning otasi Muborak haqida gapirsak. Muborak juda taqvodor bo'lib, bir qozining quli, uzumzorida ishlaydigan ishchisi bo'ladi. Bir kun mehmon kelganda uzum olib kel deganda bir necha marotaba nordon uzum olib kelgan. So'raganda hech uzum totib ko'rmadingmi deganda yeyishga emas, bog'ni qorovullashga, parvarishlashga buyurgansiz deb aytgan taqvodor inson bo'lgan. Shu voqeadan keyin qozi qancha beklar so'rab kelayotgan qizini unga nikohlab qo'yadi. Uning yana bir taqvoli jihati nikoh to'yidan keyin 40 kun kelinga yaqinlashmagan. So'raganda siz qozisiz, shubhali taomlar, pullar bo'lishi mumkin. Shunga 40 kun halol luqma yedirdim. Bu ishni solih farzand uchun qildim deydi. Ana shunday otadan Abdulloh Muborak o'g'li dunyoga keladi. Ma'rifda tug'ilgan Abdulloh zehni juda o'tkir bo'lib, barcha madrasalarda ta'lim oladi. Ustozlar boshqa ustozlarga jo'natadi. Butun Xorazmni aylanib tahsil oladi. Darsdan bo'sh vaqtlarida jang san'ati, suvdan suzish bilan shug'ullanadi. Otasining tarbiyasi juda muhim bo'lgan. Qur'oni Karimni yodlash uchun o'zi qiziqqan sport turlariga borishni aytadi. Masalan, 1 bit yodlasa jang san'atiga, 2 bit yodlasa ot minishga, 5 bit yodlasa musobaqalarga ruxsat bergan va hokazo. Abdulloh esa otasini xursand qilish uchun 15 bitlab yod olgan. 7 ga to'lmasdan otasi savdo sirlarini o'rgata boshlaydi. Ilmiy yig'in va savdo majlislarida arab tili muhimligini bilgan otasi agar arab tilini yodlasa, ot sovg'a qilishini bildiradi va arab tilini juda tez o'zlashtiradi. Xorazmdagi barcha ta'lim muassasalarida ta'lim olib bo'lgandan keyin ustozlari uni Iroqqa borishi kerakligini aytadi. U yaqin do'sti Abdusalom bilan Iroq sari yo'l oladi. Aytgancha ushbu kitob aynan do'sti Abdusalom nomidan yozilgan. U yerda o'qishdan bo'sh paytlari tarjimonlik, savdogarlik bilan shug'ullanadi. Oradan 1 yil o'tib, ustozlari yana boshqa ustozlarga borishni tayinlaydi. Xullas, u shahar, mamlakat kezib, Iroq, Yaman, Jazoir, Misr va Shomda ilm tahsil oladi. Bir kun ustozi unga Kufadagi Nu'mon ibn Sobit, ya'ni hammaga ma'lum Imom A'zam hazratlarining oldiga borishni tayinlaydi. Keyin ikki do'st Imom A'zamga borib unga shogird tushadi. Imom A'zam nafaqat islom olamida olim, balki juda yirik, hozirgi vaqt bilan aytganda millioner savdogar bo'ladi. Imom A'zam o'z uyini atay katta qilib qurganini ko'rgan Abdulloh kelajakda men bundan kattaroq uy qurdiraman deb niyat qiladi. Zero odamlar yordam so'rab murojaat qilishi oson bo'lishi, uy qidirsa mo'ljal aniq bo'lishi uchun. Imom A'zamdan juda ko'p diniy va savdoga oid ilmlarni o'rganadi. Uning eng yaqin shogirdlaridan biriga aylanadi. O'nlab kitob yozadi. Tijoratini kengaytiradi. 1000 kishi sig'adigan uy quradi. Iroq va Xorasonda ham xuddi shunday uylarni quradi. Ustozdan juda ko'p ilm va tajriba o'rgandi. O'zi Qur'on tafsiri kitobini yozdi. Savdogarlikni yanada rivojlantirdi. Ilm va savdoda eng yetuk va taniqli shaxsga aylandi. Kitobda ko'plab ibratli voqealar aytilganki, ularning barchasini aytib berishga vaqtimiz yetmaydi. Keling, ba'zilarini aytib o'tamiz. Juma namoziga chiqqan Abdulloh imomning ma'ruzasida katta xatoni topdi. Imom boylikni ayovsiz tanqid qildi. Boylarni jannatga kirmaydi, kirsa ham eng oxirida kiradi. Hisob kitoblarida juda qattiq bo'lishini aytib odamlarni qo'rqitadi. Faqat ibodat qilishga haqida gapiradi. Bizning imomlar ham bergan qo'l olgan qo'ldan afzal ekanini, zakot beradigan boylar ko'payishi kerakligini jumalarda eslatsa, boylar ko'paysa, tadbirkorlar ko'paysa, xalq boy bo'lsa, yo'llar, shaharlar obod bo'ladi. Muhtojlar qiynalmaydi, ishsizlar ish bilan ta'minlanadi. Odamlarni qo'rqitmasdan boy bo'lishga, moliyaviy mustaqillikka, puldor bo'lib jannatga olib boradigan sadaqalarni qilishga targ'ib qilish kerak. Shunda
qiyomatgacha musulmonlarning qo'li baland bo'ladi. Bu adolat bo'ladi degani. Yana bir voqea, Imom Azam bir kuni shogirdi Abdulloh bilan Xurmozorga boradi. U yerda 3 ta bog'ning 3 xil rivojlanganini ko'rishi mumkin edi. Eng yaxshi barqaror o'sgan bog'ida aslida kambag'al odam takror urinishlari samarasi va omadsizning istamagan ishlarini qilgani uchun boyib ketgani zo'r ibrat edi. Xulosa, omad bu omadsizlar qilishni istamagan ishni qilishingdadir. Abdullohga maqsadi aniq emaslar umuman yoqmasdi. U tez faoliyatining maqsadini xodimlarga tushuntirib eslatib turar. O'z maqsadlariga ega bo'lmagan yoki maqsad qo'yishga dangasalik qilayotganlarni ogohlantirishdan so'ng ishdan bo'shatar edi. Ishga kunlik reja bilan kelish odat edi. Abdulloh bir pishiq matoga sifatli bo'yoq bilan 30 ta maqsad yozdi. Yaqin 50 yilda eskirmaydi, o'chmaydi undagi yozuvlar. Maqsadlari shunchalik aniq, keng qamrovli ediki, Alloh taolo xohlasa, shu maqsadlarga albatta erishaman deb yozib qo'ygan edi. Mana shu maqsadlarimga har kuni qarab turaman, toki ular esimdan chiqib ketmasin va qalbimga joylansin. Qalbga o'rnashgan narsaning ta'siri a'zolarda seziladi. Harakat qila boshlaysan. Zero maqsadi yo'qlar maqsadi borlarga ishlaydi. 50 yoshlardagi Abdulloh savdogarlarni bir yerga to'plab, har 6 oyda yig'ilish tashkil etishni boshladi. Maqsad bitta: xalqqa oson bo'lsin. Bozorga tushgan odam narxidan ranjimasin. 100 dan ortiq musulmon dunyosining eng yirik savdogarlari taklif etildi. Barcha biznes egalari yig'ilib, bug'doy, arpadan tortib, mato, otlar, atirlardan tortib, tillo, qog'oz, gilam, guruch, xullas hamma eng ko'p sotiladigan tovarlar muhokama qilindi. Ko'pchilik tovarlarni narxini oshirmaslikka, narxini pasaytirib arzonlashtirishga, mavsum vaqtlarida narxni oshirib yubormaslikka rozi bo'ldi. Faqat 6 savdogar norozi bo'lib chiqib ketdi. Shartlarga rozi bo'lganlar barmoq bosib imzo qo'yishdi. Norozi bo'lib chiqib ketganlar agar insofsizlik qilsa, biz bilan bog'liq aloqalarni uzishga kelishildi. Har 6 oyda yig'ilib, shunday muhokama qilib borish kelishildi. Shunday qilib, tarixda birinchilardan bo'lib biznesmenlar forumini tashkil etishdi. Abdullohning halol savdogar uchun 10 ta oltin qoidasi. Birinchi, ey musulmon tijoratchi, Alloh taolo tomonidan bitilgan taqdirga rozi bo'l. Bu yo'lda tavakkal qil. Zero tongda och chiqib ketib, oqshomda to'q holda uyasiga qaytgan qushlarni raslantirgan Alloh taolodir. Ikkinchi, halol va harom chegarasiga rioya etib, shubhali narsalardan yuz o'girgin, toki nomus va hamiyatingga dog' tushmasin. Uchinchi, rizq talabida erta tongdan harakat qilib, uyingdan chiqishing, quyoshni uyg'otishing lozim. Shunda asl barakaga ega bo'lasan. Olishda va sotishda, qarz berishda va olishda doimo osonlik va qulaylik asos qilib ol. Shunda tijoratingni xotirjam bir tarzda amalga oshirgan holda Allohning rahmatiga erishasan. 5. Sotayotgan molingning sifatini tushiradigan va qiymatini kamaytiradigan bir qusur mavjud bo'lsa, buni xaridorga ochiqchasiga ayt. Aks holda foydangga harom aralashib, o'zingga birovning la'nati qolib ketishi mumkin. 6. Foiz borasida juda hushyor bo'lishing. Foiz olmasliging va bermasliging, foiz aralashgan joyda turmasliging va bu xususda g'oyatda ehtiyot bilan yo'l tutishing lozim. 7. Qiladigan ishlaringni sabot ila bajarmoqing, sabrli bo'lishing va hisob-kitobda yaqin zamonni emas, balki uzoqni ko'zlab harakat qilmoqing lozim. Shunda muvaffaqiyatga erishasan. 8. Dunyo moli ko'zni qamashtiruvchi va yoqimli ekanligini, ammo u Alloh huzurida foniy va qiymatsizligini hech qachon unutma. 9. Molingni loyiq bo'lgan bahodan oshirib sotish uchun noto'g'ri yo'llarga kirib qolmasliging kerak. 10. O'z ishing va tijoratingni to'g'rilik asosida bino etishing, hech qachon haqiqatdan ayrilmasliging lozim. Ushbu kitobdagi voqealar va ma'lumotlardan chiqadigan pand yoki xulosani keltiramiz. Sarmoya cho'ntakda bo'lmaydi. Sarmoyang bo'lmasa o'z ustingda ishla. Bor imkoniyatingdan foydalan. Yaxshilikdan suyunib, yomonlikdan kuyinib ketma. Omad kaliti bu mehnat. Mehnat ortidan farovonlikka erishasan. Ishga qabul qilish qoidasi. Xodimlar o'z rizqi bilan keladi. Bir ishchi zarur bo'lsa-yu, unga berishga ortiqcha oylik mablag' topa olmayman deganlar uchun tavakkal qilishni tavsiya etamiz. Saxiylik boylik garovi. Bergan qo'l olgan qo'ldan xayrlidir. Mijoz har doim haq. Maqsadsizlar bilan ishlash noma'lum yo'lga olib chiqadi. Doimo o'qing, o'rganing, abadiy o'qing. Bu kitobda ushbu xulosalarni keltirib chiqardik, lekin kitobdagi asl mazmun tabiatni his qilish uchun uni boshdan oxirigacha o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.
Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.